Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli azizlar, mo'min musulmon birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishda davom etamiz. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biz uchun haqiqiy hidoyat yo'lini ko'rsatgan zotdirlar. U zotning siratlari, u zotning yo'llari, u zotning hayot tarzlari biz uchun haqiqiy o'rnakdir. Buning o'rnak ekanini Alloh taolo bir qancha o'rinda Qur'oni Karimda bayon qilgan. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlari biz uchun o'ta muhim bo'lgan xabarlar, voqealardan iboratdir. Azizlar, o'tgan suhbatlarimizda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning va sahobalarning davrida bo'lgan muhim voqealardan biri Ahzob g'azoti haqida, Xandaq g'azoti haqida gaplashgan edik. G'azotning Xandaq deb nomlanishini sababini aytdik, chunki musulmonlar u paytda arablarda mashhur bo'lmagan, ma'lum bo'lmagan bir uslubda jangchilarni kutib olishgan edi, Madinaga bostirib kelayotgan bosqinchilarni. Madinani atrofida xandaq qozib, chuqur qozib kutib olishgan edi. Shuning uchun Xandaq deb nomlangan. Ahzob deb nomlanishining sababi bir qancha toifalar, bir qancha guruhlar, qabilalar bir bo'lib Madinaga musulmonlarga qarshi jangga to'planib kelishgan edi. Shuning uchun Ahzob, ya'ni toifalar, guruhlar degan nomni olgan edi bu g'azot. Bu g'azot zulmning eng cho'qqisi deb e'tibor qilinadigan g'azot bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam da'vatni haqqa, yaxshilikka, Alloh yo'liga chaqiriqni boshlaganlaridan boshlangan aziyatlar Ahzob g'azotida eng cho'qqisiga yetgan edi. Har bir narsaning oxiri bor, tugashi bor. Har bir narsaning eng yuqori nuqtasi bor va undan keyin pastga sho'ng'ishi, tushishi bor. Aziyatlar ham, musulmonlarga qarshi qilinadigan ishlar ham, shunday tazyiqlar, aziyatlar, azoblar ham Ahzob g'azotida eng cho'qqisiga yetgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shuning uchun Ahzob g'azotidan ular qaytib ketganlarida, ya'ni o'sha guruhlar, qo'shinlar qaytib ketganida Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, al-ana naghzuhum va la yaghzunana. Endi biz ularga qarshi jang qilamiz, ular bizga qarshi jang qila olmaydi dedilar. Ya'ni zulm eng cho'qqisiga yetdi va pastga qarab quladi, endi tushdi. Chunki Makka ahli, Quraysh qavmi qo'lidan kelgan eng yuqori darajadagi zulmni qildi. 10 mingdan oshiq qo'shin bilan kelib Madinani qamal qildi, harakat qildi, Madinani yorib kira olmadi, musulmonlarga qarshi jangda turib bera olmadi. Keyin Alloh taoloning inoyatini ko'rdi, bildi, musulmonlarning kuch-quvvatini bildi, Allohning lutfu karami bilan, inoyati bilan qanchalik musulmonlar irodali, qat'iyatli ekanligini bilishdi. Keyin musulmonlarni yo'q qilishlik orzusidan voz kechishdi, umididan voz kechishdi. Endi musulmonlarning davri keldi. Musulmonlarga qarshi eng yaqin bo'lgan dushmanlari, o'sha Makka mushriklari bo'lsin, Quraysh bo'lsin, boshqalar, ularning yonida, atrofida jamlanganlar birortasi endi nima qila olmaydi? Jang qila olmaydigan holatga keldi. Chunki musulmonlarning kuch-qudratini Alloh taolo ularga ko'rsatib qo'ydi. Alloh taolo buni ne'mat ekanligini bayon qiladi. Har qanday nusrat, har qanday g'alaba Allohning ne'mati. Alloh taolo sababiyat olamida bizni yaratdi va sabablarni joriy qilib qo'ygan. Nusratga, g'alabaga erishishlik uchun ham sabablardan, vositalardan foydalanish kerak. Alloh taolo bu dunyoda sabablarni vosita qilib qo'ydi. O'shalardan foydalangan holatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuk nusrat berdi. Lekin buni o'zining ne'mati ekanligini bayon qildi Qur'onda. Alloh taolo aytadi: Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum. Ey iymon keltirganlar,
Alloh taolo sizlarga bergan ne'matni eslanglar, bilinglar deydi. Unutmanglar Allohning ne'matini. İz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan va junudan lam tarawha. Sizlarning ustingizga bir qancha qo'shinlar bostirib kelganida Alloh taolo aytayaptiki, biz ularga shamolni jo'natdik va sizlar ko'rmaydigan qo'shinlarni jo'natdik. Shamol ham Allohning qo'shini, sovuq ham Allohning qo'shini, farishtalar ham ko'rinmasdan ularning qalbiga qo'rquv solishdi. Allohning qo'shini bular hammasi. Alloh taolo mana shu qo'shinlarni jo'natdi. Shamol qattiq bo'ldi, Xandaqning u tomonida qattiq shamol bo'ldi. Ularning o'sha osgan qozonlarini ham ag'darib tashladi. Ular o'rnatgan chodirlarini ag'darib tashladi, uchirib yubordi. Qattiq shamollar bo'lib, ularning qalbiga g'ulg'ula tushdi va ular ketishga qaror qilishdi. Ahzob g'azotida jamlangan dushman qo'shinlari ketishga, qochishga qaror qildi. Tura olmaymiz endi bu yerda dedi. Abu Sufyon o'zi boshchilik qilgan qo'shinda Abu Sufyon aytdiki, ketadiganlar bo'lsa ketdik, men ketaman dedi. Bo'ldi, men turmayman bu yerda dedi. 1 oylik qamaldan keyin. Alloh taolo shuni o'zining ne'mati ekanligini aytayapti. Va kana Allohu bima ta'maluna basira. Alloh taolo sizlar qilayotgan ishni barchasini ko'rib turgan zotdir. Iz ja'ukum min fawqikum va min asfala minkum. Alloh taolo aytayaptiki, ular sizlarning yuqori tomoningizdan kelganlarini eslanglar. Past tomondan kelganini eslanglar. Ya'ni Makka mushriklari yuqori tarafdan, Madinani yuqori tomondan hujum qilib kelishgan edi. Banu Qurayza qabilasi past tomondan ahdni buzib, bitimga xiyonat qilib, demak musulmonlarning qalbiga g'ulg'ula solishgan edi. Ikki tomondan qurshab olingan dushmanning ichida qolib ketgandingizlar. Musulmonlarning qo'shini bo'lsa 3000 ta jangchi bor edi xolos Madinada. Ular 10 mingdan ziyod qo'shin tepa tomondan turibdi. Bu tomonda 4000 ga yaqin jangchilari turibdi Banu Qurayzani. Demak 14 ming, 15 ming jangchini orasida qolib ketishgan edi. Alloh taolo buni buyuk ne'mat ekanligini aytayapti. Ya'ni bundagi g'alaba Allohning ne'mati edi. Musulmonlar harakat qilishdi. Har qanday nusratga, g'alabaga erishishlik uchun yuqorida aytganimizdek sabablarni qilib harakat qilish kerak. Harakat qilishgani uchun Alloh taolo ne'matni berdi, g'alabani berdi. Ular sizning yuqori va pastki tomonlaringizdan kelishganini eslanglar. Va izzaghatil absor, ko'zlar tondi. Va balagatil qulubul hanajir, yuraklar tomoqqacha yetib keldi dahshatdan, qo'rquvdan. Ya'ni ba'zilar musulmonlarning qalbidagi g'ulg'ula shu darajaga keldiki, ko'zlari tonishni boshladi. Boshqa narsalarni ko'rishni boshladi. Qalblari qo'rquvdan tomoqqacha yetib keldi. Va tazunnuna billahi zununa. Alloh haqida har xil gumonlar kela boshladi ba'zilarning qalbiga deydi. Ya'ni Alloh taolo yordam bermasmikan bizga? Alloh taolo bizni shunday tashlab qo'yarmikan degan darajaga yetib keldi. Hunalika tuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana shu joyda mu'minlar, musulmonlar haqiqiy ma'noda sinalgan edilar. Allohning sinovi keladi. Qattiq titragan edilar. Alloh taolo mu'minni ham, musulmonni ham sinaydi. Jannatga kirish oson emas. Allohning roziligini topish oson emas. Alloh taoloning matosi qimmatdir. Ala inna sil'ata Allohi g'oliyah. Allohning matosi qimmat. Shuning uchun Alloh taolo mu'minga ham, o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga ham sinovni beradi. Har bir inson men faqatgina Xudoga tavakkal qildim deb yotavermasdan sabablarni olish kerak. Dunyo sababiyat olamidir. Sabablarni olib oldinga qarab harakat qilaverish kerak. Albatta Alloh taoloning ne'mati keladi. Boshqa bir oyat karimada Alloh taolo aytadiki: "Valamma ra'al mu'minunal ahzab." Mu'minlar, haqiqiy mu'minlar qanday bo'lishligini aytadi-da. Valamma ra'al mu'minunal ahzab. Mu'minlar ahzobni, o'sha guruhlarni, ularga qarshi kelgan guruhlarni ko'rganlarida, jangchilarni, qo'shinni ko'rganlarida, juda katta qo'shin edi. Agar zohiran olib qaraydigan bo'lsak, tashqi kuchlar bilan qaraydigan bo'lsak, kuchlar teng emas edi. Teng emas. Demak, mag'lubiyat aniq edi, mu'minlarning mag'lubiyati. Lekin mu'minlarning qalbidagi iymon kuchli bo'ladi.
Har qanday vaziyatda, bu yerda faqat jang haqida kelyapti oyatlar. Jang haqida nozil bo'lgan oyatlar bu. Faqat jangga tegishli emas. Har qanday vaziyatda ham inson, mo'min kishi oldidagi to'siqni yengib o'ta olishi kerak. Qat'iyatli, irodali bo'lishi kerak mo'min kishi. Chunki mo'min suyangan zot Alloh. Alloh taolo bu yerda nima deyapti? Valamma ra'al mu'minunal ahzaba, mu'minlar ahzobni ko'rganlarida, ya'ni o'sha guruhlarni kelganini ko'rganlarida Madinaning atrofida. Qalu haza ma wa'adana Alloh va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu. Mana bu Alloh va rasuli bizga va'da bergan narsadir. Alloh va rasuli to'g'ri aytdi. Alloh va rasuli shu dushman bilan qattiq jang bo'lishini va'da bergan edi. Kim shu jangda turib bersa, iroda ko'rsatsa, qat'iyat ko'rsatsa, Allohning roziligiga erishishligi, Rasulullohning roziligiga erishishligini Alloh va rasuli va'da bergan edi, aytgan edi. Ular to'g'ri aytibdi. Mana shu Allohning va'dasidir deb aytishdi. Va ma zadahum illa imanan va taslima. Ularning iymoni va taslimiyati ziyoda bo'ldi xolos. Ularning qo'rquvi, ularning dahshati, qalbidagi har xil fikrlar ziyoda bo'lmadi. Har xil shov-shuvlar mu'minlar orasida, har xil gap so'zlar tarqalmadi. Ularning iymoni ziyoda bo'ldi. Alloh va'da bergan narsa keldi, turib berishimiz kerak, qat'iyat ko'rsatishimiz kerak degan ma'noda. Alloh taolo aytadiki davomida minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. Mu'minlar ichidan shunday bir kishilar bor, toifalar borki, Allohga bergan va'dalarini tasdiqladilar, Allohga bergan va'dalari asosida yashadilar. Faminhum man qada nahbah va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. O'sha jang haqida, o'sha g'azot haqida nozil bo'lgan oyat bu ham. Ularning ichidan vafot etib ketganlari yoki o'sha jangda shahid bo'lganlari bor. Ba'zilari kutib turishibdi hali. Ya'ni hali tirik, Allohning hukmini, ya'ni o'lim kelishligini kutyapti, lekin sadaqu ma ahadulloh alayh. Allohga bergan va'dalariga sadoqat bilan turib beryaptilar. Qat'iyat bilan turganlar bor. Ular o'zgartirishmadi deydi. Va ma baddalu tabdila. Ular o'zlarining yo'llarini o'zgartirib boshqa tomonga o'tib ketishmadi. Azizlar, Ahzob g'azotidan olinadigan juda ko'p foydalar bor. Ahzob g'azotida qat'iyatni o'rganamiz. Ahzob g'azotidan irodani o'rganamiz. Ahzob g'azotidan biz iymonimizga sadoqatni o'rganamiz. Mu'minlar, musulmonlar o'zining iymoniga sodiq turib berdi. Har qanday to'siq ham iymonning qarshisida qat'iyat bilan, iroda bilan bezangan iymonning qarshisida tura olmaydi. Har qanday to'siq ham erib ketadi, yo'qolib ketadi. Albatta u to'siqdan haqiqiy mo'min musulmonlar oshib o'tishadi. Ahzob g'azoti, Xandaq g'azoti mana shunday yakun topdi. Oxirida Banu Qurayza g'azoti bilan yakun topdi. Shundan keyin mu'minlar bilan hisoblashadigan bo'ldi insonlar. Atrofdagi qabilalar mu'minlar bilan hisoblashadigan bo'ldi. Undan keyin Hudaybiya g'azoti bo'ldi. Undan keyin Fathu Makka bo'ldi. Bular haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Ahzob g'azoti shunday bo'lib tugadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6-yili, ya'ni hijratning 6-sanasida Ahzob g'azotidan keyingi yil, Ahzob g'azoti 5-sanada bo'lgan edi. 6-yili Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kun tush ko'rdilar. Tush ko'radilar, tushlarida Makkaga ko'pchilik bo'lib sahobalar bilan ihrom bog'lagan holatda umraga borib tavof qilayotgan ekanlar. Ka'batullohni tavof qilayotgan ekanlar. Payg'ambarlarning tushlari vahiy hisoblanadi azizlar. Payg'ambarlar ko'rgan tush ham xuddi Alloh taolodan nozil bo'lgan oyatlar kabi vahiy hisoblanadi. Ibrohim alayhissalomning tushlarini bilamiz. Ibrohim alayhissalom tushlarida farzandlari yakka-yu yagona o'g'illari bo'lmish, o'sha paytda yakka bo'lgan, yolg'iz bo'lgan Ismoil alayhissalom. Ismoil alayhissalomni so'yayotgan, bo'g'izlayotganlarini tush ko'radilar. Shunda nima qilishni bilmasdan o'zlari tilab olgan bitta o'g'il, qarilikda tug'ilgan bitta farzand, nima qilishni bilmaydilar. Ikkinchi marta yana shuni tush ko'radilar, uchinchi marta tush ko'radilar. Keyin
Ismoil alayhissalom kichkina yosh bolaga aytadilarki, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Ey o'g'ilcham, ey o'g'lim, men tushimda sizni so'yayotganimni ko'ryapman. Tushimda shunday narsalar kelyapti. Fanzur maza tara, nima deysan sen? Nima fikrdasan deb o'g'illariga buni xuddiki maslahatday tashlaydilar. Shunda Ismoil alayhissalomning aytgan gapi hozirgi mavzuga muvofiq bo'lganligi uchun, munosib bo'lganligi uchun keltiryapmiz. Ismoil alayhissalom nima dedilar? Yosh bola bo'lishlariga qaramasdan, ya abati if'al ma tu'mar. Ey otam, ey otaginam, otajon, sizga buyurilgan ishni qiling. Satajiduni inshaalloh minas sobirin. Meni inshaalloh sabr qiluvchilardan topasiz. Ya'ni sabr qilganimni ko'rasiz. Men sabr qilaman. Sizga buyurilgan ishni qiling. Ibrohim alayhissalom menga buyurildi demadilar. Men tushimda seni so'yayotganimni ko'ryapman dedilar. Ismoil alayhissalom nima dedilar? Sizga buyurilgan ishni qiling. Sizga buyurilyapti bu. Buyruq bu. Demak, payg'ambarlarning tushi ham vahiy. Payg'ambarlarning tushida ham kelgan narsa xuddi o'ngida kelganday buyruq bo'ladi, qaytarig'i bo'ladi. Qur'oni Karim bu hikoyani keltirgan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bani tavof qilayotganlari, ehrom bog'laganlari, sahobalar bilan umraga borganlarini tush ko'rdilar. Ertalab turib sahobalarga bu tushni aytib berdilar. Bu 6-sanada bo'layotgan voqea. Hijratning 6-sanasi, ya'ni Zulqa'da oyida bo'layotgan voqea. Sahobalar xursand bo'lishdi. Chunki sahobalar ham bilishardi payg'ambarlarning tushi vahiy ekanligini. Payg'ambarlarning tushi shunchaki bizga o'xshagan odamlarning tushiday alg'ov-dalg'ov, o'lda-jo'lda tushlardan emas, balki vahiy ekanligini sahobalar bilishardi. Bu narsa butun islom ummati uchun ma'lum bo'lgan narsa. Shunchaki tush deb qaralmaydi payg'ambarlarning tushi. Sahobalar xursand bo'lishdi. Endi demak, ular ayniqsa muhojirlar Ka'baga boramiz, Makkaga boramiz, o'zimizning asl vatanga boramiz, u yerlarni ko'ramiz, ziyorat qilamiz. Ayniqsa Ka'baga bo'lgan muhabbatlari baland edi. Butun arablarning Ka'baga muhabbati baland edi. Hatto jahiliyat davrida ham Ka'baga muhabbat baland edi. Shuning uchun garchi Ka'bani ichida, atrofida butlar qo'yilgan bo'lsa ham uzoq-uzoqlardan arablar, qabilalar kelib Ka'bani ziyorat qilishar edi. Chunki Ibrohim alayhissalomdan qolib kelayotgan bu sunnat edi. Shuning uchun Ka'baga borishni eshitib, muhojirlar ham, ansorlar ham hammalari xursand bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushlari xato chiqmaydi deyishdi. Va payg'ambar alayhissalom bilan birga tayyorgarlik ko'rib Ka'baga tavof qilishlik uchun Makka tomonga otlanishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zulhulayfadan ehromga kirdilar. Sahobalar ham ehromga kirdilar. Payg'ambar alayhissalom urush uchun emas, jang uchun emas, balki ibodat uchun borayotganlarni bildirishlik uchun, demak, jonliqlarni ham, so'yiladigan jonliqlarni ham olib oldilar o'zlari bilan. U paytda jonliqlar ham Ka'baga olib borib, o'sha umra uchun yoki haj uchun atalgan jonliqlar ma'lum bir belgilari bo'lardi, alomatlar qo'yilardi. Uni bir qismini ranglab qo'yilardi usti. Tuyalar bo'lsa o'rkachidan ozgina kesib qon chiqarib qo'yilardi. Bo'yniga bir nimalar ilib, demak o'sha jonliq so'yiladigan jonliq ekanligini bildirib qo'yilardi. Uni ustiga minishmasdi, shunday haydab borardi. Jahiliyat davrida odamlar o'sha jonliqni ko'rsa ham o'g'irlab ketmasdi. Shunday yurganini ko'rsa ham, chunki bu atalgan, Ka'ba uchun atalgan, ibodat uchun atalgan jonliq ekan deyishardi. Ana shunday jonliqlarni payg'ambar alayhissalom olib oldilarki, odamlar, qabilalar, arablar, Makka ahli ham agarda ularning josuslari ko'rsa, boshqa qilsa, bilishsin, payg'ambar alayhissalom urush uchun emas, jang uchun emas, ibodat uchun ketayotganlarni bilishsin deb payg'ambar alayhissalom o'sha jonliqlarni haydab yo'lga chiqdilar. Inshaalloh azizlar, kelasi suhbatlarimizda demak bu
umra masalasi, umraga ketishlari, borishlari, unda bo'lgan voqealar haqida batafsil suhbatlashamiz. Inshaalloh ushbu suhbatlarni Alloh taolo barakali, foydali bo'lishini o'zidan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.